bu videoni o'tkazib yuborsangiz, keyin aniq afsuslanasiz. Bu videomiz nafaqat ota-onalar, balki o'zini, oilasini, farzandini himoyalamoqchi bo'lgan har bir inson uchun foydali bo'lishi shubhasiz. Bugun sizlar bilan mutlaqo bepul va butunlay 18+ pornografiya saytlari va qimor saytlarini telefonda bloklashni o'rgataman. Videoni boshlashimizdan oldin like tugmasini bosib qo'ying. Demak, buning uchun bizga ikkita yo'l kerak bo'ladi. Birinchi usulni boshlayman. Dastlab telefonning настройкasiga kiraman va bu yerdan подключение o'zbekchasiga ulanish yoki tarmoqlar bu yerga kiramiz. Pastga tushamiz va другие настройки. O'zbek tilida qo'shimcha parametrlar yoki boshqa parametrlar va bu yerdan personalniy DNS server, o'zbekchasiga maxfiy DNS server. Bu yerga kiramiz va mana eng pastdagini tanlaymiz, imya hosta provider deganini va bu yerga mana bu so'zlarni yozamiz. familyshell.opendns.com va saqlanib qilamiz. Birinchi usul tugadi. Endi ikkinchi usul Google Chrome dasturiga kiramiz. Google Chrome dasturiga kirib, bu yerdan o'ng yuqori burchakdan 3 nuqtani bosamiz va pastga tushirib, настройки sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan konfidensialnost и безопасность, o'zbekchasiga maxfiylik va xavfsizlik bo'limini tanlaymiz. Va bu yerdan pastga tushirsak, bizda использовать безопасный DNS server, ya'ni o'zbekchasiga xavfsiz DNS serverini ishlatish bandini tanlaymiz va bu yerga выбрать другие поставщикni tanlaymiz. Men hozir bu yerga yozilayotgan so'zni yozib qo'yganman. Sizlarga buni videoni oxirida описаниеda qoldiraman. Qayta kiraman. 3 ta nuqta. Настройки, конфиденциальность, использовать. Va bu yerga xuddi shuni yozaman. Hech nima o'zgarmasligi kerak. Agar xato yozsangiz, telefoningiz butunlay internetga kirmay qolishi mumkin. Va yana bitta jihatga e'tibor bering. Bu ikkita sozlamamiz DNS serverni, ya'ni faqatgina telefonga kelayotgan 18+ pornografiya saytlarini va qimor saytlarini bloklaydi. Lekin YouTube va shunga o'xshagan ommaviy saytlar bloklanmaydi. Va telefonda VPN o'rnatilgan bo'lsa, VPN ni o'chirib tashlashingizni maslahat beraman. Mana bu manzilni video описаниесida qoldiraman. O'sha yerdan siz ham ko'chirib olishingiz mumkin. Va bu yerdan chiqamiz. Chiqib, dasturdan ham bir marta chiqib ketamiz. Internetni o'chirib yoqamiz. Va mana ishlaganini sizlar bilan tekshirib ko'rsatib beraman. Men misol tariqasida qidirib ko'raman. Mana bosaman. Mana ko'rib turganingizdek ishlamadi. Mana pastdan ixtiyoriyga bosib ko'rsataman. Mana yana ishlamadi. Mana telefonimizda 18 saytlar bloklandi. O'zimizning saytlar esa ochiq turibdi. Mana videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Bundan-da yaxshi videolar hali oldinda. Agar sizda biror bir telefon va internetga oid muammo bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz o'sha muammo haqida video qilib chiqamiz. Videomizga kommentariyada baho bering.